Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Men Green Hill kompaniyasidan Super Slim degan choy oldim. O'sha choyni men Instagramdan ko'rib olib ichayin dedim. Anan men 73 kilogramman. Anan böğrөгüm ağrıydı, oncağım ağrıp, tutuma berip, rosa ağrıp dinedi. Kollarım, mına жерlerim şişip ketкен, bunday bolup. Anan o'sha choyni olib ichgandan keyin men bir oyda 66 kilogram bo'lib barqab qoldim. Men o'zimda ishongan emasman. Tavakkal qilib olib ichdim. O'sha Super Slim choydan Green Hill kompaniyasidan Rasulbay aka degan odam zakaz qilib ichganman. Anan ichgandan keyin men bir oyda taksimda shlaklarda haydab chiqargan. Men shunchalik rozichilik bildiram shu kompaniyaga. İşenişti, o işlerimler olupaydı, işlerimler hiç neyse bolbay liçeyini qilib qo'yotgan, bezi kol beznemi. Men o'sha ishonganim uchun o'zimni tanishlarima da sunushladim, olib ichishdi, chingapli ariq tashdi ularda. Qancha turibdan keyin qolgan shishliklarni da yo'qotayotgan. Rahmat deb qolaman men o'sha kompaniyaga. O'zimni rozichiligimni bildiraman sizlarga. Cho'ng rahmat.